Altcoin'larni tahlil qilish rubrikasini davom etaman. Hammaga salom, sizlar bilan Ashraf. Bilaman juda ham uzoq kutib qoldilaring. Bu rubrikani mana bugun olishga qaror qildim. Yangilar uchun aytib o'taman, kundan kunga yangi obunachilar kelishyapti. Ular bilishmaydi, shuning uchun ham qisqacha ikkita so'z bilan aytib o'tib ketaman. Altcoin'larni tahlil qilish rubrikasida biz faqat altcoin'larni ko'rib chiqamiz. Kelajagi holati va qanchalik kelajakda o'zini yaxshi ko'rsatishi mumkin. Mana shular haqida gaplashamiz. Bitcoin va boshqa ma'lumotlar bo'lmaydi. Hech qanaqa reklama ham bo'lmaydi. Faqat altcoin'larni ko'rib chiqamiz. Undan oldingi rubrikalarda o'sha altcoin'lar tahlil qilish rubrikasida 5 ta, 6 ta, 8 tagacha altcoin'larni ko'rib chiqqandik. Bugungi videoda bo'lsa top 15 tasini ko'rib chiqamiz. Top 15 tasini o'ylaymanki bu video sizlarga juda ham qiziq bo'ladi. Oxirigacha ko'rasizlar. Bu altcoin'lar sizlarni ham, meni ham juda bo'y qilishi mumkin. Bizda vazifamiz mana shu kripto bozorda eng katta o'sish berishi mumkin bo'lgan altcoin'larni tanlab olib, ularga sarmoya kiritib, o'sha biz qo'ygan maqsadlarga kelgandan keyin foydani olib olish. O'ylaymanki, bu altcoin'lar o'sha biz qo'ygan maqsadlarga kelishadi. Bu yerda yozib qoldirganman. Eng zo'rlarini tanlab, birin-ketin hozir grafikda o'tib sizlarga ko'rsataman. Ko'p kishilar mendan dus kriptovalyutasini nima qilganimni so'rashyapti. Mana grafikda ko'rishlaring mumkin. Sotib yubordim 550% foyda bilan. Mana originaliga o'tkazaman. Mana ko'rishlaring mumkin. Sotib olgan nuqtamda 3 ta nuqtada sotib oldim va bitta nuqtada sotib yubordim. Ikkinchi o'sishda o'tkazib yubordim, lekin mana shu ham menga yetadi. 6x degani qisqa muddat ichida mana ko'rishlaring mumkin. Qachon birinchi sarmoya kiritilgan 10-oyda 2025, ikkinchisi 11-oyda, uchinchisi 1-oyda. Undan keyin mana bitta katta svecha. Altcoin'lar shunisi bilan qiziq, pastga narx tushib bitta katta o'sishda juda ham ko'p foyda berib yuborishi mumkin. Mana men sizlarga ochiqchasiga hammasini ko'rsatyapman. O'ylaymanki, bu narsani qadrlab videoga like bosasizlar. Ko'p kishilar o'sha altcoin'larni tahlil qilib berishadi, qayerga kelishi, qayerda sotib olishini ko'rsatishadi, lekin o'zlari kirmaydi. O'zini gapiga действия qilmagan insonga ishonmaslik kerak. Bu bozorda hozir juda ham ko'p kishilar o'sha tahlilchi, aniq biluvchi, lekin o'zi sotib olmaydi. Agar inson bilsa, shu o'sishini o'zi sarmoya kiritish kerak. Mana men ko'rsataman, aytaman va o'sha loyihalarga sarmoya kiritaman va foyda qilaman va mana shunday qilib ko'rsataman. 550% foyda bu kam foyda emas. Bu juda ham katta natija degani. Mana shunday bo'lmasa, altcoin'larni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi altcoin'imiz bu pump. Meni chatimga birinchi o'sha obunachilar mana shu yerda bo'lgan vaqtda yozishni boshlagandi. Sarmoya kiritaylikmi, yaxshi nuqtadami deb, yo'q deb javob bergandim o'sha vaqtda, chunki yaxshi o'sish berib bo'lgandi. Mana bu ikkinchi minimumidan 250% o'sish ko'rsatdi. Ular aytgan vaqtda 188% o'sib bo'lgandi. Men har doim aytaman, o'sib bo'lgan loyihani olish kerak emas, korreksiyani kutish kerak. Undan keyin mana juda chuqur korreksiya bo'ldi. Hozir aytaman necha foizligini. Hozirda 79%. Eng pastida bo'lsa o'sha boshlang'ich 100%lik e'lon qilingan vaqtda 82% tushgandi. Juda kuchli quladi. Buni ozgina riski kattaroq. Keyingi ko'rsatayotganlarimdan buni hisobga olinglar. Bu foyda ham katta berishi mumkin. Lekin risk ham katta. Mana bu yerda hozir juda qiziq figuracha bo'lyapti. O'ylaymanki, bu tepaga chiqish bo'ladi. Bu pumpdan bemalol 400-500% foyda qilib olish mumkin. Birinchi sotuvlar o'ylaymanki, mana shu nuqtada bo'ladi. Mana shu pastda olganlar vaqt kelgan vaqtda sotishni boshlaydi ular. Uzoq muddatga saqlamaydi, chunki foydani olishni unutmaslikni ular yaxshi biladi. Konservativniy maqsad 200-300%. Juda ham pozitivniy maqsad 500%. O'ylaymanki, maksimumini yangilaydi. Bu yangi chiqqan loyiha va hozirda mana o'zini o'sha
minimumlarida turibdi. Yana bitta pastga tushish ko'rsatishi mumkin. Ложный пробой. Mana narsaga ham tayyor bo'lish kerak. Ba'dagi likvidliklarni olib, keyin shu bilan ko'tarilib ketish ehtimoli ko'proq. Sizlarga hozir ikkita ssenariy berdim. Shu nuqtadan ko'tarilib ketish yoki tushib, ложный пробой qilib, mana bu kuchli qo'llab-quvvatlashdi va undan keyin ketish. Mana ko'rishlaring mumkin. 1 marta, 2 marta, 3 marta. 3 marta ushlab qoldi. 3 marta buzmadi. O'ylaymanki 4-marta ham katta ehtimol bilan men buni ushlab qoladi. Keyin sotib olishda diapazon tanlash kerak. O'sha diapazonda ichida olish kerak. Qanday bo'ladi? Mana shunday belgilanadi. Mana misol keltiraman. Mana diapazon olinadi. Shuni ichida bo'lgan vaqti xarid qilinadi. Bitta nuqtada emas. O'shani ichida xarid qilinaverib, ob'yom yig'ib olib, yaxshigina o'rta narxda ushlab, keyin o'sha ko'tarilgandan keyin yana bitta nuqtada sotmasdan bo'lib sotish kerak. Bu meni strategiyam. Kim xohlasa mana shu meni strategiyamdan foydalanishi mumkin. Bunday qilib nimaga erishadi? Bunday qilib ishonch bilan uverenniy o'sha foydani oladi. Mana bu yerda sotayotgan vaqtda agar ikkinchi o'sish boshlanib qolsa, shunaqa ko'pincha bo'lib turadi. Ikkinchi yana bu yerda sotadi. Chunki u hammasini birdan sotmagan. Ko'p kishilar shuni o'sgandan keyin o'sha 100%, 200% bittada sotadi. Bittada sotgandan keyin ikkinchi o'sishga unda hech nima qolmaydi. Shuning uchun ham bo'lib sotishni maslahat beraman. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi TIA juda kuchli loyihalardan biri. Hozirda eng pastki nuqtalarida turibdi. O'sha chiqqandan beri umuman o'sish ko'rsatgani yo'q. Bu tushishni ko'rishlaring mumkin, qanchalik chiroy. Lekin o'ylayman bu ertami kechmi o'sha o'sish fazasiga kiradi. Hozirda 98% tushgan. Poshlinda juda katta tushish ko'rsatuvdi. Bir tushishda mana 84% juda kuchli udarlar o'sha altcoinlarda bo'ldi. 2024 fevraldan beri nisходящий trend bo'lyapti. Hozir men aytaman necha kun. Bu juda katta nisходящий trend 772 kun. Endi grafikda qarab tushunishimiz mumkin. Pastga tushib ketmayapti endi. O'sha mana yerda qolyapti. Bu yaxshi diapazon, o'sha o'zini eng pastki nuqtalarida o'ylaymanki o'sha dinosi mana shu yerda bo'lishi mumkin. Birinchi sotuv bo'lsa, mana shu nuqtada bo'ladi deb o'ylayman. Shu pastda olganlar shu nuqtaga kelgan vaqtda sotishni boshlaydi. Ya'ni 478 dan 743 gacha mana shu diapazonda ko'p kishi sotadi. Buni potensiali 2000%. Potensiali juda ham katta. Sizlar bir narsani tushunishlaring kerak. Loyiha qanchalik pastga tushsa, kuchli loyiha bo'lsa, o'sishi ham shunchalik kuchli bo'ladi. Juda baland bo'ladi. Chunki o'sha prujinka tortiladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, juda yaxshi o'sish ko'rsatdi. Mana 1000%. Qisqa muddat ichida 1000%. Unix degani bu. Mana chiqyapti. Chiqqandan keyin mana 2 oyda ichida 1000%. Unix. Endi o'zlaringda kapitallaring bilan hisob-kitob ko'rishlaring mumkin. Misol uchun kimlarda $1000 bor, kimlarda $10,000 bor. 10,000 bo'lsa mana yerda o'sha hisoblayveringlar qancha bo'lishini. Kimni portfeli $100, $50 bo'lsa, ular hech qancha foyda qila olmaydi. Misol uchun pastida kirganlar, tepasida chiqqanlar agar $10,000 bilan kirgan bo'lsa, $110,000 bo'ladi, $100,000 sof foydasi bo'ladi. Endi bundan aytishdan maqsad, mana shunaqa imkoniyatlar bor. Men boshqa blogerlarga o'xshab, mana Bitcoinni $1 dan olganlaringda mana $100,000 ga keldi, sotganlaringda muncha foyda qilardilaring deb aytmayman. Buni hozir ko'rsatishimdan maqsad mana shunaqa o'sish ko'rsatishi mumkin. Va bu juda ham TIA uchun oson. Mana bu yerdan ozgina fraktanchik olib qo'yamiz bu yoqqa. Mana shunday tez o'sib mana kelishi mumkin. Bu ikkinchi altcoin edi. Uchinchisi bo'lsa Huobi. Juda kuchli loyihalardan biri. Mana tushishda zo'r imkoniyat berdi. Kim foydalanib qolgan bo'lsa,
Foyda bilan tabriklayman. Hozir yaxshi foydada o'sha likvidlikni oldi, ko'ryapsizlarmi? O'sha poshlin chiqqan vaqt tushgandi, o'shaqacha tushib mana o'sish boshladi. Bu yoqda ham bir marta tushgandi. Tushishlardan ko'p kishi qo'rqadi, lekin bu normal. Mana 18% tushib, tiklanish 535 bo'ldi. O'sha vaqtda ham bozor holati unchalik yaxshi emasdi. Keyin yana tushib, mana 65%. Kirish uchun zo'r nuqta edi o'sha. Va mana hozir yana 100% tiklangan. O'ylaymanki, mana shu ko'peni dinosi bo'ldi. Pastki nuqtasi zo'r nuqta edi mana shu yerdan kirishga. Va endi bo'lsa o'sib boryapti. Birinchi sotuvlar o'ylaymanki $100 atrofida bo'ladi. Bu loyihani $100 kelishiga ishonaman. Birinchi sotuvlar mana shu diapazonda bo'ladi. Va o'sish qancha potensiali borligini ham birdan aytib o'taman. 150% potensiali bor. Eng pastida olinganda 340-300% edi. Juda ham yaxshi potensialga ega. Agar globalni qaraydigan bo'lsak, mana shu liniyani ushlab qolyapti va qaranglar qanchalik chiroyli vaziyatda yashashi trend bo'lyapti. O'sha sotuv mana shu $100 atrofida bo'ladi birinchi katta sotuv. Bundan keyin super juda kuchli loyihalardan biri, juda yaxshi. Bu loyihadan men foyda qildim. O'tgan siklda mana shu diapazonda men sarmoya kiritgandim. Videolari ham bor bu haqida. Bu loyiha haqida. Undan keyin o'sishni qaranglar. Bir o'sishda okruglit qilamiz 2000%. Undan keyin yana dalshi korreksiya berib, yana yaxshi o'sish berdi. Yana 500%. Agar o'sha okruglit qilib aytadigan bo'lsam, 2700% foyda berdi. 2700% men o'sha olgan nuqtada. Men qanday olgandim? Men bo'lib mana shu diapazonga o'rta narximni tushirib, ob'yom qilib oldim va mana bu potensialni ushladim. Juda ham yaxshi foyda bo'ldi. Mana hozirda yana o'sha pastki diapazonda kelyapti. Hozirda narx 0.11 sent. Va mana yerda juda kuchli qo'llab-quvvatlash bor. O'sha qo'llab-quvvatlashga kelishiga juda oz qolgan. Men bu loyihani yana ozgina tushishini kutaman. O'sha men kutgan diapazonga kelsa, sotib olishni boshlayman va o'sha jamoamga xabar beraman. O'ylaymanki, super ham o'sha o'zini piklariga yana bir marta keladi. Asosiy sotishlar mana shu yerda bo'ladi. Ya'ni bu 0.97, 0.76 da birinchi katta sotuvlar boshlanadi. Potensial qancha o'sishga. Okruglit qilayotgan bo'lsam, yaxshi nuqtada kirib, yaxshi kutsa 10x qilib olishi mumkin. Men o'ylayman, 10x dan ko'proq qilib olaman. Kamida yana bir 20-30x qilib olaman men. Jamoam bilan birga kiraman. Hali yana ozgina kirishga vaqt bor. O'sha diapazonga kelsa, men kutgan maqsadga, o'sha narx maqsadimga kelsa, kiraman. Agar o'shada ancha qolsa, nakapit qilaman, ya'ni yig'aman ko'proq va undan keyin foyda bilan chiqaman. Eng muhimi bu yerda kapital. Agar kapitalim mayda bo'lsa, misol uchun mana yerda $10 dan bir 10 marta olsa, bu yoqqa kelgandan keyin sotsa, u hech qancha pul bo'lmaydi. Kapitalim juda ham muhim. Shuning uchun ham men foizda aytaman, hammaning kapitali har xil, o'sha hisoblab olsin deb. Misol uchun 20% foyda desam, bir xillarni portfelyi $100, $20 nima bo'ladi? Ayada $1 million portfelga egalari bor. $500 ming portfelga ega insonlar bor. Shu meni kuzatishadi. Ular uchun 20% bu $200 ming degani juda katta summa. Shuning uchun ham portfelni kattatirishga harakat qilinglar. Undan keyin Ayeva juda ham kuchli loyihalardan biri. Mana o'sha likvidlikni olyapti. Yana ozgina qoldi. O'sha eng pastki dinosi 81 edi. Va mana yerda uzoq nakapleniya bo'ldi. Qaranglar, pumpga juda ham o'xshash figura. Boyna shuni ko'rsatdim sizlarga. Mana. Va bundan chiqish tepaga bo'lgan. Va pumpda ham mana shunday bo'lishi mumkin.
foizda aytaman, necha foiz o'sish ko'rsatganini, 700%. Ko'p kishilar nolishyapti o'sha o'tgan siklda. Endi mana hozir ayiq bozori bo'lyapti va yangi sikl boshlanadi, ya'ni o'sish sikli. Ko'p kishilar nolishyapti, altcoin sezon bo'lmadi, altcoinlar o'zlarini yaxshi ko'rsatmadi deb. Ular shunchaki kuchli loyihalarga, kuchli altcoinlarga sarmoya kiritishmagan. Mana o'sha 2023-22 o'sha Bitcoin 15 ming, 16 ming, o'sha 20 ming atrofida bo'lgan vaqtda bu loyihalarning holati mana shunday edi va 7x, 10x, 20x ishlab olish mumkin edi. Misol uchun men Solana'ni o'zidan 29x foyda qildim. Raydiumni o'zidan 25x. Ularni hammasini Telegram kanalimga tashlaganman. Kim bo'lmasa men Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lsin. Link video ostida. U altcoin sezon degani ko'p kishi tushunmaydi. Ko'p kishi o'ylaydi, mana altcoin sezon mana shu shahar boshlandi deylik. O'sha muddati bor, fasli bor. Ko'p kishi bahorda bo'ladi, yozda bo'ladi deb o'ylayapman deydi. O'sha nuqtada mana shunday ketadi deb o'ylaydi. Bo'ldi. U olgan bo'ladi, mana yoqda sotadi. Bunday bo'lmaydi, hech qachon bunday bo'lmaydi. Bunaqa narsani bozordan kutmanglar. Mana qaranglar, mana shu o'sish ham hozir chiroyli ko'rinyapti, yoqimli 7x ni ko'ryapsizlar, lekin bu qancha vaqt talab qilgan? O'sha minimumidan 456 kun. Mana korreksiyalarchi, bu hazil korreksiyalar bo'lmagan bu yoqda. Ko'p kishi qo'rqib sotib olgan 50%. Mana shu o'sishda ham 30%. Mana shuncha korreksiya berib o'sgan. Bu altcoin sezonda ham mana shunday bo'ladi. Mana shu altcoin sezon. Mana shu diapazon, mana shu altcoin sezon. Keyingi altcoin sezonda mana shunaqa bo'ladi. Manaqa bitta o'sib o'sha 3 kun ichida shakllanib qolmaydi. Bu narsani tushunishlaring kerak. Ko'p kishi altcoinlardan juda ko'p narsa kutib yuborishyapti va bu narsa noto'g'ri. AIV haqida fikrimda aytdim, kuchli loyiha kelajakda yaxshi o'sish ko'rsatadi va mana shu diapazon kuchli qo'llab-quvvatlash. Birinchi sotuvlar bo'lsa, o'ylaymanki bu safar o'zini pikini yangilaydi. Birinchi sotuvlar $500 atrofida bo'ladi mana shu diapazonda. Bu bo'lsa buni o'chiramiz. Buni ko'p kishi tahlil deb o'ylashi mumkin. Sotib olish diapazoni mana shu, sotish diapazoni bo'lsa bu nuqta. Undan keyin juda kuchli va men yaxshi ko'radigan loyihalardan biri bu Link. Link juda kuchli loyiha. Bu haqida ko'p marta aytganman, yana bir marta aytsam zarar qilmaydi. Kuchli loyihalarda men o'zim juda ham ko'p marta ko'rib, aytishni yaxshi ko'raman. Mana bu yerda Link 530 kun turgandi va undan keyin o'sish ko'rsatdi. 530 kun bu hazil muddat emas, 1,5 yil, 300% o'sish ko'rsatdi bu diapazongacha, eng tepasigacha 500%. Va mana shu nuqtada men sotib oldim. Bu haqida video bor. Mana shu diapazonda sotib olgandim. Mana shu diapazonda normalniy ob'yom qilib, undan keyin chiqqanda bu yerda sotganman. Buni ustida sotmaganman, chunki men maqsadim boshqacha edi. Hali linklarim portfelimda bor. Chunki linkda men juda katta maqsadim bor. Globalniy maqsadim, o'sha narx maqsadim linkda $100 ga kelishiga men ishonaman. Balkim bu 1 yilda bo'lmas, 5 yilda bo'lmas, lekin o'sha men qo'ygan maqsadga keladi deb o'ylayman. Mana hozirda bo'lsa, mana bu kuchli qarshilik hozir qo'llab-quvvatlashga aylangan. Ko'rishlaring mumkin, ложный пробой bo'ldi, shahda savdo bo'lyapti. O'sha poshlindan keyin mana o'sha chuqurroq yana bitta minimumini o'rnatdi. O'ylaymanki, bu safar mana bu maksimumini buzadi. Birinchi sotuvlar linkdan ko'p kitlar olishyapti. Bu 55 dan 45 gacha. Birinchi sotuvlar mana shu nuqtada bo'ladi. Hozirda ko'rishlaring mumkin. Katta kitlar, o'sha bozorda o'rni katta insonlar, o'sha katta ob'yom bilan ular unaqa $10, $20, $10,000, $100,000 emas, ular $20 million, $30 million bitta kriptovalyutaga olib kirishyapti. Bitta kriptovalyutaga 20-30 million. Ular mana bu yoqqa sotmaydi, ular ahmoq emas. Ular hozir u pulni olib kirish uchun qancha komissiya yo'qotgan. Uni hamyonga olib chiqadi, yana komissiya yo'qotadi. Mana uncha harakatda ular hayotda sotmaydi mana. Ular mana bu yoqda minimum mana yoqda sotadi. Minimum
o'sha 20 ming dollarini 100 million qiladi. Ancha xarajatlari o'sha hamyoniga chiqargani, pul olib kirgani, olib chiqqani uchun ozgina miqdorda yo'qotadi, lekin manshada ular chiqadi. Mana u yoqdagilar bizdagilar chiqadi, ozgina foyda bilan chiqadi, ozgina tushadi. Mana yoqqa tushsa olaman deydi, bu yoqqa tushmaydi-da. Yana bitta o'sish bo'ladi. Mana bu yoqda. Keyin bu yoqda sotib oladi. U endi uni qilinmaydi-da. O'sha pastda olinadi, bitta diapazonda, tepada sotiladi. Bundan keyin Daydex. Bu ham juda ham kuchli loyihalardan biri. Hozirda mana maksimalniy tushish bo'lyapti. 0.84 da savdo bo'lyapti. Ozgina qoldi o'sha eng pastki minimumgacha tushishigacha. Hozir aytaman foizda 34%. 34% tushsa o'sha eng pastki nuqtasida bo'ladi. Mana yoqda uzoq nakapleniya bo'ldi. Afsuski pastga ketib qoldi. Bunaqa nakapleniyalar odatda tepaga ketishi kerak. Lekin bu bozor o'sha kutilmagan surprizlar berib turadi. Bu narsaga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Hozir mana bu diapazon yaxshi diapazon. O'ylaymanki, birinchi sotib olishlar mana bu va mana bu nuqtada bo'ladi. Chunki ko'p kishilar bozorda qolib ketdi va ular mana yoqda o'rta narxini tushirib va o'sha yaxshi foydaga kelgan vaqti chiqishda boshlaydi. Bundan keyin Osmo eng pastki nuqtasiga yetib keldi. 0.32 ga ko'rishimiz mumkin. O'sha kim eslasa, bundan oldingi videolarimda aytgandim, mana shunaqa tushish bo'lgandan keyin bu juda ham yoqimsiz bo'ldi. O'sha pochta e'lon qilgandan keyin tiklandi, lekin ko'p kishilar o'sha pastki nuqtalarda sotib oldi. Men aytgandim, o'sha bozordan ular chiqarib yuborib, undan keyin o'shalar yangilab ozgina o'sha minimumda, undan keyin katta o'sish bo'ladi deb. Osmo o'zini yaxshi ko'rsatgan loyihalardan biri. Mana 850% o'sish ko'rsatgan. 2023 mana bu yoqda yaxshi o'sish ko'rsatuvdi. Hozir aytaman 500% va bemalol bu loyihadan o'sha 5x da ushlab olish mumkin. Mana shunaqacha birinchi sotuvlar mana shu yerda bo'ladi. Lokalniy qarayapman, lokalniy maqsadlarda aytyapman. Birinchi sotuvlar mana shu yerda bo'ladi. Bu degani shahardan bo'ldi, pastga yana ketadi degani emas. Bu yerda o'sha chuqurroq korreksiya beradi-da, undan keyin dalish ketadi katta ehtimol bilan. Uni yana video qilaman. O'sha videolarni ko'rishni xohlasalaring, hozir kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Bundan keyin ton ko'p kishilarda bor, lekin tonda hali tushish potensiali pastga ancha bor. Chunki juda tushib ketdi 55 sentgacha. Mana hozir asta-asta tushishni boshlayapti. Lekin bitta narsa bor, mana shu yerda kuchli qo'llab-quvvatlash bor. Hozir shundan tepada turibdi. Bu juda ham yaxshi. Kuzatishimiz kerak. Agar pastga tushsa, bu degani o'sha pastga ketadi va mana yoqda nakapleniya bo'lib, mana shu nuqtadan o'sish fazasiga kiradi. Tonni men birinchi marta 2022 olgandim, adashmasam $1 pastga olib, mana shu diapazonda chiqqandim. Tondan juda ham yaxshi foyda qilgandim. Bundan keyin AVAX top blokchainlardan biri, nomer 1 blokchain. Hozirda $9 da savdo bo'lyapti. O'sha kuchli 2023dagi qo'llab-quvvatlashda turibdi. Uni yangiladi, ko'rishimiz mumkin. O'sha vaqtda eng pastki nuqtasi necha edi? 866, bu siklda bo'lsa 750 gacha tushdi. O'tgan siklda 700% o'sish ko'rsatdi. Mana bu qisqa muddatlarda ham o'sha yaxshi korreksiyadan keyin mana 220%, 150%, kim qisqa muddatda ishlayman desa, mana shunaqa harakatlarda ushlab olishi mumkin. Mana bu yerda ham shunaqa figura bo'lgandi. Va bundan chiqish tepaga juda zo'r bo'ldi. Hozirda bo'lsa narx bitta nuqtada turibdi. Birinchi kuchli sotuvlar mana shu diapazonda bo'ladi deb o'ylayman. Globalniy AVAXdan meni maqsadlarim juda ham katta va bu loyihaga men ishonaman, kelajakda juda zo'r o'sish ko'rsatishini. To'liq videosi bor.
Bu qanaqa loyiha, nima vazifani bajaradi, qaysi problemani hal qiladi, sekundiga tranzaksiya qancha, hammasi ko'rsatkichlari haqida gapirib o'tganman. O'sha videoni kanaldan topishlaring mumkin. Undan keyin Optimus eng pastki nuqtalarda turibdi. Hozirda hech kimga kerak emas. 0.11 da juda ko'p hype bo'ldi. Восходящий trend chiqqanidan bo'ldi. Odatda loyiha o'sha chiqqandan keyin chuqur tushishi kerak. Endi tushdi-yu, tez ko'tarildi. Mana ko'rishimiz mumkin. Listingdan keyin 77% tushib, undan keyin juda yaxshi ko'tarilib ketdi. Mana hozir juda chuqur tushdi. Mana shu diapazonda turishi kerak edi. 22 da ushlab qolmadi. O'ngga tushib ketdi. Chiqisi yo'q, kuchli loyiha. Mana bu diapazon yaxshi diapazon. O'ylaymanki, birinchi sotuvlar mana shu diapazonda bo'ladi. 1.35, 1.89 da. Potensial juda ham yaxshi bu loyihada. 15, 10x qilib olish mumkin. Ozgina o'zini yomon ko'rsatyapti. Ko'p kishilar qo'rqib chiqib ketyapti o'sha katta investorlar, chunki mana bunaqa narx tushishlari hech kimga yoqmaydi. Ular qaytib keladi qachonki narx o'sishni boshlaganda. U vaqti bo'lsa, ancha foydadan quruq qolgan bo'ladi. Undan keyin Niarda bilasizlar, juda kuchli loyihalardan biri. Juda kuchli. Bu ham o'sha 2023dagi minimumini yangiladi. 2023da 97 edi. 2026 minimumini yangiladi 0.84 gacha. Va hozir mana o'sishni boshladi. Yaxshi diapazon. Biz qisqa muddatda mana shu nuqtaga kirdik. Telegram kanalimga tashlagandim va mana bu yerda 50% foydani oldik. Endi bu qisqa muddatli. Yangilar uchun aytib o'taman, meni ikkita portfelim bor. Bittasi uzoq muddatli investitsiya, ikkinchisi bo'lsa qisqa muddatli. Uni xohlagan vaqtim sotib olaman, xohlagan vaqtim sotaman. Yo'qda unaqa qattiq qoidalarga amal qilmayman. 50%, 100% foyda bilan ham sotib yuborib olishim mumkin. Birinchi portfel bo'lsa, u chista qattiq investitsion portfel. Yo'qda qoidalarga железный betonni amal qilaman. Bironta qoidalarda yo'qda buzmasdan o'sha ushlayman. Bunisi bo'lsa ozgina nima desam bo'ladi, kayfiyat uchun 100%, 200% foydani olish uchun mana Niardan 50% foydani oldik. O'tgan siklda juda ham yaxshi o'sish ko'rsatdi, 8%. O'tgan siklda ham kirgandim. O'tgan siklda $1 pasini olgandim. Birinchi $1 pasini, keyin $2 olgandim. $2 olgan bo'lsa, meni o'rta narxim $1.5 edi. Hozir men aytaman qancha foyda dedim. Pikida 500%. Juda yaxshi foyda bo'ldi. Hozirda bo'lsa, mana shunday asta-asta tiklanyapti. Niar juda kuchli, o'ylaymanki, kelajakda juda zo'r o'zini ko'rsatadi. Birinchi sotuvlar mana shu diapazonda bo'ladi. Undan keyin yana ko'ramiz. Bundan keyin Matic edi, Polga o'zgardi. Bu ham juda ham kuchli loyihalardan biri. Hozirda 0.96 da savdo bo'lyapti. Bu o'zgartirildi. Oldin Matic edi. Hozir mana grafikani ko'rishimiz mumkin. Faqat tushyapti. Eng baland nuqtasi 1.30. Lekin Matic $3 gacha kelgandi. Bu prosta yangilandi. Mana o'sha chiqqandan beri chiroyli nisходящий trend bo'lyapti. O'ylaymanki, mana yoqda ozgina nakapleniya bo'ladi. Mana shu nakapleniya zonasi va undan keyin chiqish bo'ladi. $2 gacha kelishi mumkin. Bu loyiha uchun bu juda ham oson. Hozirda mana Bitcoin tushyapti. Tilla juda ham tashavordi. Kumush вообще 50% tushdi. Altcoinlar bo'lsa ham tushadi. Tilladek narsa tushgandan keyin altcoinlar tushganidan ko'p kishi noliydi. Bu normal holat. Undan keyin Ethereum. Men ko'p kishilar aytadi, tushyapti deydi. Tushish zo'r-ku, bu imkoniyat olish uchun. O'sayotgan vaqtda menga hamma keladi, mana bu nuqtada olmabman deb. Keyin o'sha nuqtaga tushib kelsa olmaydi. Men insonlarni shunchaki tushunmayman. Ethereum hozirda 2100-2200 dollarda savdo bo'lyapti. O'tgan o'sishdan oldin mana shu yerda men sarmoya kiritgandim. O'zini eng pik nuqtasini yangiladi, salqin $5000 keldi. Hozirda mana 1700 dan o'sish
ko'rsatdi. Qancha 25% ozgina tiklanish bo'ldi. O'ylaymanki, Ethereum birinchi sotuv yana o'sha o'zini piki atrofida bo'ladi. Ikkinchi katta sotuvlar o'sha yangi pik o'rnatgan vaqtda bo'ladi. Mana shu 8000-7000 dollar atrofida bo'ladi. Ssenariy ko'rsatib o'taman. Shunday bo'lishi mumkin. Korreksiyalar bilan anaqa hech qachon bo'lmaydi. Bu narsani eslab qo'yinglar. Bu og'ir loyiha. Tushib yana bir ozgina turib, undan keyin yana bir kelib, keyin tashlashi mumkin. Ya'ni narx chuqur tushish ko'rsatishi mumkin. Bundan keyin oxirgisi Solana. Video boshida aytgandim, Solanadan 29x adashmasam qoldim. Chunki Solanada muammo bo'lgandi va o'sha vaqtda narx juda chuqur tushib ketgandi. 8 dollargacha tushdi. Men sotib olish diapazoni mana shu yerda edi. Mana shu yerda bosib oldimda, undan keyin ko'tarildi. Yana bir marta tushish imkoniyatini berdi, lekin ob'yomim yaxshiligi uchun kirmagandim. Lekin kirsam bo'lar ekan. USDT bor edi. Ya'ni menda har doim cash bor, mana shunaqa tushishlarda olish uchun. Mana bir tushishda shunday kuchli loyiha 66% tushgan. 66%. Undan keyin tiklanishni ko'ringlar. Men sizlarga shunchaki foizni ko'rsataman, o'zlaring hisoblab olinglar. O'sha eng pastki nuqtasidan eng tepasigacha. 35x. 35x. Bu juda ko'p degan. Endi menda o'xshamadi 35. Chunki eng pastida olganim yo'q, men diapazon bilan olaman. Eng pastida olib, eng tepasida olishga men qiziqmayman, lekin eng tepasida sotdim. Telegram kanalida anosi bor. Skrinshoti bor. O'sha eng tepasida sotib oldim. Undan keyin bitta tushdi. Yana ko'tarilsa, yana sotaman deganim. Ana bo'lmadi. Ko'tarilmadi. Men qo'ygan maqsadga ozgina yetmay qoldi. Solanadan maqsadlar juda ham katta. Juda ham katta. Bu Solana uchun 100 dollar bu juda ham kam. 500 dollar ham Solana uchun kam. Hozirda mana shu diapazon yaxshi diapazonda turibdi. Agar buni ushlab qola olmasa, pastga ketadi. Tushish juda ham katta bo'ladi. 30 dollargacha, lekin bu ssenariyning ehtimoli juda ham kam. 30 dollarda olishga o'ylaymanki imkoniyat berishmaydi. Chunki mana bu tushish bu o'sha nosozlik bo'lgani uchun chuqur tushish bo'lgandi. Bo'lmasa mana shu yerda ozgina turib tepaga ketardi. Mana bunday turib mana shu yerdan o'sish boshlanardi, lekin muammo bo'lgani uchun tushish bo'ldi. Lekin ko'p kishilar olmadi. Chunki bundan oldin Terra Luna mana shunday bo'lib yo'q bo'lib ketgandi. 120 dollardan 0.001gacha tushdi. Даже Shibadan ham narx pastroqqa tushib ketgandi. Shuning uchun ham bunga kiritishmadi va ularda bu katta xatosi bo'ldi. Bu bozorda har bitta imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Shoshilish kerak emas, vahima qilish kerak emas. Chiroyli bitta diapazonda bo'lib olib, yana o'sha qo'ygan maqsadga kelgandan keyin bo'lib sotish kerak. 1 dollardan olib musor loyihani 500 dollarga, 1000 dollarga keladi deb o'tirish kerak emas. Bu videoda realniy kuchli, o'zini maqsadi bor, jamoasi kuchli, oq varaqda bor, ko'rsatkichlari yaxshi bo'lgan altcoinlarni men sizlarga ko'rsatdim. Ko'p kishilarda mana Bitcoin yo'q, Ethereum umuman yo'q, mana bu Solana bular yo'q. Chunki nimaga? Ularda shunaqa tushuncha bor, o'sib bo'lgan loyiha o'smaydi deydi. Lekin Solana mana bu yerda tarixi yo'q, lekin boshqa grafikda ochib ko'rishlaring mumkin, juda yaxshi o'sish ko'rsatgandi. Undan keyin mana chuqur tushish bo'lib yana o'sish ko'rsatdi. Kimda agar shunaqa fikr bo'lsa, buni o'chirib tashlaylar. O'sib bo'lgan loyiha boshqa o'smaydi degan fikr bu juda noto'g'ri fikr. O'sib bo'lgan loyiha yana o'sadi agar u loyiha kuchli bo'lsa. Mana shunday. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar, uzoq ketib qolmanglar. Tez orada yana yangi videolar bo'ladi. Altcoinlarni tahlil qilish rubrikasi qolgan videolardan ko'ra ko'proq like, ko'proq prosmotr bo'lishi kerak. Va shundagina men yana buni davomini olaman. Men shunchaki kuzataman, hammasi sizlarga bog'liq. Kim oxirigacha videoni ko'rgan bo'lsa, rahmat. Qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Sizlarga bunaqa ma'lumotlarni hech kim bermaydi. Bu hammasi real bozorda bo'layotgan narsa. Tangani ikki tarafini ko'rsatyapman. Mana hozirda boshqalar Solana mana yoqda olganlaringni 1000 dollar, mana yoqda 300 ming dollar bo'lardi degan tahlillarni beradi. U narsa o'zi kerak emas, u o'tib bo'ldi.
men tarixiga nazar solayotganim sababi bu tarixiga men sherikman. Men bu tarixida bo'lganman. Bu tarixida men kurashganman va g'alaba qozonganman. Ana shunday. Shuning uchun ham aytayapman. Agar men bu yoqda olib, bu yoqda sotmaganimda, men buni umuman aytmasdim. Chunki buni aytishda ma'no yo'q. Yoki shunchaki misol keltirishim mumkin edi. Mana shunaqa o'sish ko'rsatishi mumkin va kelajakda ham shunaqa o'sishlar bo'ladi deb. Keyin Solana'dan o'ylaymanki, mana bu qarshilikni bemalol buzalman. 3 marta buzolmadi. O'ylaymanki, bu o'sish fazasiga o'sadi va Solana'ni birinchi sotuvlar mana shu $500 atrofida bo'ladi, mana shu diapazonda. Bo'ldi, men ketdim. Bo'lmasa, endi CryptoMasters'da jamoamdagilar uchun ularga video olaman, video darsliklar. Kim agar mening jamoamda bo'lishni xohlasa, qaysi altcoinlarni sotayotganimni momentanli bilishni xohlasa, video ostida link bor, qo'shilinglar, jamoamda bo'linglar va men bilan birga daromad qilinglar, o'qinglar, o'rganinglar. Qisqasi, bu sohadan yaxshi daromad qilib, hayotlaringni yaxshi tarafga o'zgartiringlar. Sizlar bilan Ashraf bo'ldi.